Assalomu alaykum barchaga. Men bugun sizlar bilan o'zimni avvalo tanishtirib, erishgan yutuq natijalarim bilan bo'lishmoqchiman va o'ylaymanki bu yo'l manfaatli bo'lib, sizlar ham bundan foydalansalaringiz, inshaalloh juda ko'p qiynalish shart emasligini, bu narsalarga oson erishish mumkinligini kalitini ulashmoqchiman. Eng avvalo ismim Shodmonova Ra'no, yoshim 34 da, 7 ta farzandning onasi hisoblanaman. Baxt borasida, turmush o'rtoq borasida, baxt umuman ayol kishiga tegishli bo'lgan har qanday vaziyatlarni yutug'iga erishganman deb bemalol ayta olaman. Faqatgina bittagina oldimga qo'ygan maqsadim moliyaviy erkinlikka erishish menda judayam qiyin tuyulgan edi, lekin buni ham kalitini topdim. Izlanib oxiri bu narsani topganimdan keyin xuddi mana shu tarzda O'zbekiston xalqi uchun bu narsani ilinishni xohladim va insonlar menga o'xshab yillar davomida qiynalmasdan bu narsani osonroq yechimini ko'rib, osonroq erishishlarini xohladim. Eng avvalo sog'lik borasida judayam sog'lom tanam, har tomonlama sog'lom va 7 ta farzandim bor. Turmush o'rtog'imning suyukli rafiqasiman. Biz hayotda oddiygina turmush o'rtoq emas, jo'ra, xuddiki partnyor jo'ralardek biz. Ular meni o'rtog'imdek, ular meni o'rtog'idek. Xo'jayin yokida ishchidek emas, yokida bo'lishi mumkin-ku bir xillarda turmush o'rtoqlarini xo'jayin deydi, xuddiki qafasda turgan ayoldek o'zlarini ko'rsatib. Yo'q, menda unaqa emas. Umuman erkim judayam qo'limda, faqat bittagina erishalmagan narsam bor edi. Juda unga harakat qildim, intildim va bu narsaga erishdim. Faqat hozir ilk kunlaridaman. Asta-asta inshaalloh Allohning izni bilan bu narsaga ham kirib keldim. Farzandlarim sog'lom, Allohga behisob shukr. 3 nafar o'g'il farzandim, 1 nafar qiz farzandim bor. 4 ta bilaman. 7 ta farzandim bor deb aytdim, lekin 7 ta farzandimdan Allohning izni bilan, Alloh taoloning xohish irodasi bilan 4 nafari qolgan 3 tasi tug'ilgan, yashagan va Alloh o'zi umrlarini qisqa qilgan ekan, ularni olgan. Lekin hozirgi kunda men mana shuni ham shukrini aytaman. Behisob shukr. Alloh taolo hech narsani beizn qilmasligini bildim. Bu narsada shuki, avval fikr, keyin jism degan bir shunaqa dunyo qonuniyati bor. Bu juda to'g'ri, judayam to'g'ri. Alloh taolo avval bu narsadan nima dalolat? Alloh taolo avvalo insonlarni o'ylab, ana undan keyin yaratgan. Buni isboti esa har qaysimizda barmoq izlari hisoblanadi. Hattoki dunyodan o'tib ketgan insonlarda